Bugun ATP tarozini sozlashni o'rganamiz. Tarozi tokkulaymiz. Birinchi bo'lib tok ulangandan keyin mana bu yerda knopkasi bor, on off degan. Mana bu yerda knopkasini bosib turamiz. Ekran yongandan keyin qo'yib yuboramiz. Taroz yongandan keyin nastroykasiga kirishimiz kerak. Set knopkasini bitta bosib qo'yib yuboramiz. Kodi 4 1. Keyin yashilni bosamiz. Param setga kiramiz. Hardware, net set, DHCP ni o'chiramiz. Orqaga chiqamiz. Tepaga. Agar Wi-Fi ile bo'lsa, Wi-Fi orqali ham ulab qo'yamiz. Kirib, input SSID. Bu kompyuter ulanagan nom deyapti. Mana bu yerda lower kichkina harflar bilan yozadi deyapti. Hozir bizda misol uchun mana Lariba deb chiqyapti. Laribaga ulanishimiz uchun biz bu yoqqa Lariba deb yozamiz. Yozganimizdan keyin chiqib kodini yozamiz. Bu ham kichkina harflarda deyapti. Kodini yozganimizdan keyin mana bu yerda kodini yozganimizdan keyin orqaga chiqamiz va tarozga IP adres beramiz. Ito nimaga tushib bera olaman? Bitta ito nimaga tushib bera olaman? Chunki 4400 bilan bu zamina ishlarni hisoblanadi. IP adres men mana shunaqa berdim. 192.168.100.132. Sizlar qanaqa berishni bilmoqchi bo'lsanglar, kontrolga kirasizlar. Windows R ni bosib, panel upravleniyaga o'tamiz. Seti internet, upravleniya setiyami. Mana masalan, Laribaga ulanganman, ustiga bosaman, svediniyasiga bossam, mana kompyuterim 192.168.100.24 da turibdi. Bu degani oxirgi 24 raqamini biza taroz uchun o'zgartirib yozsak bo'ladi degani. 24 qilib qo'ysanglar noto'g'ri ishlamaydi. Mana shu 192.168.100 qovuradi. Mana shu to'g'ri turibdi. Oxirgi sonini kattaroq qo'yaveringlar. Eng muhimi bu son boshqa kompyuterlarga berilmagan bo'lishi kerak. Masalan, har bitta Wi-Fi ga ulangan ustroyda o'zining IP adresi bo'ladi. Men 132 qildim. 132-port chunki ochuv bizada. Bu yoqqa qo'ymoqchi portinglar ochuv bo'lishini, ochuv-ochmasligini, ulansa bo'lishini tekshirmoqchi bo'lsanglar, yana Windows R ni bosasizlar. SMD deb yozasizlar. OK bosamiz. Bu yoqqa portni tekshiramiz. Tarozga qo'ymoqchi bo'lgan portinglar ochuvmi, konflikt bermaydimi boshqa narsalar bilan. Misol uchun men 132 emas, 150 qilmoqchiman. Mana shunday yoziladi. Yozilgandan keyin enter bosamiz va port tekshirilyapti. 150-port ochuv. Hozir men 100-150 deb yozsam ham bo'ladi. Mana bu yerda yoz kirg'izish davom etadi. Men 132 moslaganman, 132 da qoladi menda. Orqaga chiqish. Keyin pastki knopkani bosamiz. Subnet mask ko'ramiz. Subnet mask mana shunaqa turishi kerak. Bu qonun. Mana shunday turishi kerak. Orqaga chiqamiz, to'g'ri turibdi. Keyingisiga o'tamiz. Gateway. Bu narsa xuddi kompyuterizdagi bo'ladi. Bu ham kompyuterdan olasiz, buni ham kompyuterdan olasiz, buni ham kompyuterdan olasiz. Oxirgi 3tasini 001 turishi kerak bo'ladi. Agar kompyuteringizda mana bu joyida 100 emas 001 turgan bo'lsa, sizda 100 o'rniga bu yerda ham 001 turadi. Bu narsani o'sha panel upravleniyadan ko'rganimizdek svoystva mana bu narsadan ko'rsangiz bo'ladi. 124 o'rnida 1 turishi kerak. Default gateway degan joyi.
Mana bu misol uchun mana bu birla turibdi. Siz endi mana bundan eslab qolsangiz 124 emas, 1 turishi kerak. Default gateway. Gateway 001 turadi har doim. IP adreslarni to'g'irlaganimizdan keyin, Wi-Fi ga ulaganimizdan keyin orqaga chiqib, tarozni o'chirib yoqib yuboramiz. O'chirish uchun mana buni bosib turamiz. Taroz o'chadi. Qo'yib yuboramiz. Yana yoqamiz. Tarozimizga IP adreslar berganimizdan keyin, Wi-Fi ga ulaganimizdan keyin, xohlasanglar sim orqali kompyuterga ulanglar. Sim orqali ulaganingizdan keyin kontrolda, panel upravleniyada kompyuter uchun IP adres berib yuborishimiz kerak bo'ladi. Mana bu sentr upravleniyaga kirganingizdan keyin mana bu simma rasmi chiqadi. Sizlar simma rasmining ustiga bosasizlar. Men Wi-Fi ustiga bosaman, Wi-Fi hisobida ko'rsataman. Svoystvasiga o'tasizlar. Xuddi simda qilingan ishni ko'rsatib beraman. Mana shu yerga yozib yuborasizlar. 192 168 xohlasanglar bir qilinglar. Tarozni qanaqa IP qo'yganingizga qarab. Men tarozimga 132 deb nom berganman. Kompyuter uchun men 45 deb beraman IP adres. Maska под сети mana shunaqa bo'ladi. Har doim основной shlyuzni ham to'ldirsanglar yaxshi. 100 to'ldirmasanglar ham bo'ladi. Основной shlyuz har doim 1 bo'ladi. 100 mana shu bir xil yuradi. Agar mana bu yerda 1 yozgan bo'lsanglar, основной shlyuz ham 1 bo'lib turishi kerak. Men 100 ga moslaganman. Tarozim ham 100 под сетida turibdi. Предпочитаемый DNS 8 mana shu yerda oxirigacha 8 qilib qo'yamiz. Mana shunaqa настройка qilinadi. Okey bosamiz. Okey. Sim bilan ko'rishni boshlaydi bir-birini. Men routerga ulanganim uchun bu настройкani qilishim shart emas. Chunki routerim menga o'zi bu ma'lumotlarni to'ldirib beradi. Tayyor ulandi. IP adresi oldi. 192.100.24 bu mana shu kompyuterimning nomi. 132 mana shu tarozi nomi. Bu ham Wi-Fi ga ulangan, kompyuterim ham Wi-Fi ga ulangan. Tayyor. Sim bilan ulashni ko'rsatib o'tdim. Sim bilan ulamayotgan bo'lsanglar, xuddi настройкаlar mana shunaqa Wi-Fi ga ulanganingizda o'zi IP adres beradi. Agar Wi-Fi orqali ulayotgan bo'lsanglar internetli routerga. Keyingisi mana shu faylni men zip qilib tashab qo'yaman. Kirganingizdan keyin taroz sozlashga o'tamiz. ATP ni o'rnatasizlar, ustanovka qilasizlar. Ustanovka qilganingizdan keyin mana shu chiqadi. Yorliqqa bosganingizdan keyin kodi admin yozasizlar. Login kiradi. Hop, birinchi bo'lib tarozni topib olamiz. Settings ga kiriladi. Search equipment qilinib taroz qidirilyapti hozir. Tarozni topdi. Mana bu 132 endi rostdan ham ulandimi, ko'ryaptimi tekshirish uchun yashil yonishi kerak. Yashil yondi degani taroz ko'ryapti, bir-birini cho'nyapti. Kompyuter tarozni topyapti. Keyingi qilinadigan ish etiketkasini, shablonini qo'yishimiz kerak, yuklashimiz kerak xotirasiga. Uning uchun tayyor shablonni ochamiz. Mana shu tashagan zipim ichida, mana shu zip ichida taroz haqida degan joyga kirib, mana shu shablonni belgilab olamiz. Belgiladik. Tarozga yuklashimiz uchun bizni mana download deb bosishimiz kerak. Mana shu knopkasini bossanglar, tarozi xotirasiga yuklanadi. Nuqta okey qo'yamiz. Yonda hozir label anaqa bo'lyapti. Pechat qilingan etiketkani shabloni chiqyapti. Chiqdi. Yopamiz.
yopamiz. Endi mahsulot yuklashga o'tamiz. Endi mahsulot jo'natishga o'tamiz. Orqaga chiqamiz. Mahsulotlarni taroziga yuklash degan papkani ochib, mana shu faylni zapust qilamiz. Yarlikini yaratib, рабочий stolga tashab qo'ysanglar ham bo'ladi buni. Ishlayveradi. Zapust qilamiz. Fayl ochishimiz kerak. Nima mahsulotni, nima tovarni jo'natmoqchisizlar? Bu yerda men izobrazeniyaga tashlaganman. Ketdi. Mana tortib oldi. Tortib olganidan keyin mana shu tushunishni boshlayapti. Tarozi tiliga o'girib qo'yadi. Bizga PLU kodi kerak. PLU kodi birinchi stolbechda turadi. Mana PLU kod birinchi stolbechda deyman. Birinchi ustunda nomi. Mana shu nomi, narxi uchinchi ustunda, item number degan joyiga ham birinchi ustunni ko'rsatib yuborishinglar kerak. Qilganinglardan keyin, mana shu yerda qilganinglardan keyin taroz tiliga o'giramiz, translate qilamiz. Taroz tiliga o'tib olish kerak. Agar mabodo mana bu yerda hammasi bir bo'lib turayotgan bo'lsa, sizlar yana bitta ustiga bosib, birni tanlab, yana bitta translate qilsanglar, mana bu narsalar o'rgan bir xil bo'lishi kerak. PLU bilan item number bir xil bo'lishi kerak. Nomi, narxi. Eng zo'r tarafi shtrixemda bilsanglar 1 millionlik narsalar bilan ishlamaydi. Bu taroz ishlaydi. 1,5 million kilosi. Tayyor. Endi tarozni belgilab turib, mana bu tarozni belgilaymiz. Taroz yo'q bo'lsa, qo'shmoqchi bo'lsanglar, mana bu tarozni IP adresini yozasizlar. 192, masalan, 168 100.100 bo'lsa, misol uchun atiq qo'ysanglar, mana bu spiskalarga qo'shib qo'yadi tarozlarni. Menda 132 ni tanlayman. Men bilan to'ldirib chiqaman. Save setting qilaman, saqlab olaman va tarozga yuklayman. Tarozga yuklandi. Bu yerda tarozga bu yerda undan oldin 100.100 ga jo'natib yubordi. Noto'g'ri qilib 100.100 ga kerak emas bizga. Menga 100.32 ga jo'natish kerak. 100.132 100.100 ni o'chirib tashlayman. Buni ham o'chirib tashlayman. 100.132 ni qoldirib turib send to scale qilaman. Hozir to'g'ri jo'natish kerak. Uspeshni 7 ta nom jo'natiladi. Tarozda tekshirishni boshlayman. 7 ta IP anaqani PLU kodi 7. Kichikni chiqishni boshladi. Misol uchun ustiga skaner qo'yib turib, mana bu pechatni bosaman. Pechatni bosganimdan keyin mana bu pechat qiladi. Buni kassaga urib pechat sodani boshlaversa bo'ladi. Endi bu yerda PLU kodlarini o'zgartirmoqchi bo'lsanglar, oldidagi kodlarni 21, 22, 23 qilmoqchi bo'lsanglar, uning uchun taroz sozlashga o'tamiz. ATP menejer yoqamiz. Admin deb yoziladi. Kirganimizdan keyin mana bu yerda parametr settings ga o'tamiz va hozir aytaman. Mana shu yerda barcode type 5 bo'lishi kerak. To'g'ri ishlash uchun barcode prefiksi 22 qilmoqchi bo'lsanglar 22 deb send qilinadi tarozga. Mana shu prochilarimizni, ana klientlarga odatda dop produkt taklif qiladiganlarimizni etiket